Amerikadagi bir tekshirish to'g'ri e'lon qilgan Urumchidagi soqchi doiralariga aloqador ma'lumotlar Uyg'urlarning telefon va aloqa uchurlarining qattiq ta'qib qilinishi bilan birga chet elga sayohatga chiqqanlarning oilalarining kuzatish obyektivi qilinganligi o'tirg'a qo'yilgan. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlarning telefon xotiralari, ish harakatlari va urug' tuqqanlari bilan bo'lgan munosabatlari tafsiliy xotirlangan. Gumonliq deb qaralgan kishilar sababsizlik qo'lga olingan bo'lib, ularning telefoniga noma'lum bir uskuna o'rnatilgan bo'lib, hatto ba'zi kishilarning uylariga kamera o'rnatilgan. Bu sonliq ma'lumot omborida tuqqanlarining uyiga ziyoratga borgan Uyg'urlarning kiyimini almashtirishgacha bo'lgan tafsilotlar xotirlangan bo'lib, diniy suhbat qilganligi oshkorlangan oilalar yig'ilish lagerlari qamalgan. Tekshirish dokladida yana chet elga sayohatga chiqqan kishilarning oilasining qattiq nazorat qilinganligi, nahiya shaharlar aro sayohat qilgan kishilarning borgan yerlaridagi soqchixonalar orqali iz qo'g'langanligi tilga olingan. Türkiye'de yangi qurilgan partiyalardan biri bo'lgan Uyg'ur masalasini izchil holda kun tartibga elib kelayotgan Kelajak partiyasining raisi, sobiq bosh ministr Ahmet Davutoğlu 28 yanvar Turkiyaning Konya shahridagi Uyg'urlardan hol so'radi va ularning talab fikrlarini angladi. O, Konya'daki 90 atrofida Uyg'ur oiladan hol so'rab, ularga o'z partiyasining Uyg'urlarning ovozi bo'layotganligini, bundan keyin ham ovozi bo'lishni, Uyg'urlarga ega chiqishni davomlashtirganligini ta'kidladi. Özünün Tashqi ishlar ministri vaqtida 2 qitim Sharqiy Turkistonga borganligini tilga olgan Davutoğlu, biz shuni unutmasligimiz kerakki, hammamizning asli yurti Turkiy tillar divani nomli kitobni yozgan Mahmud Qashqarning yurti Qashqardir, Turpan, Xotan va Urumchidir. Bugun buni unutib qolganlar bo'lishi mumkin. Bugun ozroq iqtisodiy manfaatni deb Sharqiy Turkistonda sodir bo'layotgan insoniyatga qarshi jinoyatga qarshi chiqmay sukutda turayotganlar bor. Lekin sizlar meni yaxshi bilasizlar, Sharqiy Turkiston har doim mening qalbimda dedi. Xitoy armiyasiga tava 5 aeroplanning Tayvan e'lon qilgan havo mudofaa farqlantirish rayoniga xiloflik qilganligi e'lon qilindi. Xabar qilinishicha, Tayvan davlat mudofaa ministrligining bayonotida Xitoy armiyasining kuzatish va urush aeroplanlarining g'arbiy janubdan davlatning havo tavalligiga kirganligi bayon qilingan. Bayonotda deyilishicha, shu kuni Amerika havo armiyasiga tava kuzatish aeroplanining havo bo'shlig'iga yaqin uchganligi xotirlangan. Amerika aeroplanining liniyasi haqida ma'lumot berilmagan bayonotda, buning 2020-yil 9-oydan buyon Tayvan havo tavalligiga kirgan tunji Amerika aeroplani ekanligi ham bahrlandi. Bayonotda Tayvan urush aeroplanlarining rayonga avatilganligi va Xitoy aeroplanining radio orqali ogohlantirilganligi o'tirg'a qo'yildi. Xitoy 24-yanvar 15 aeroplan bilan Tayvanning havo bo'shlig'iga xiloflik qilgan. Xitoy virusining manbasini tekshirish uchun Wuhanga borgan Dunyo Sahiyat tashkiloti mutaxassislari yangi tipli koronavirusining tarqalish manbasi deb qaralgan Xuanan Beliq bozorini ziyorat qildi. Dunyo Sahiyat tashkiloti mutaxassislari taxminan 2 hafta ilgari Wuhanga borgan bo'lib, qoida bo'yicha 2 hafta karantinda turgan. Tarqalishchan zukamga aylangan koronavirusi yuqumi tunji qatim 2019-yili Wuhan shahrida paydo bo'lgan. Xitoy virus yuqumining dastlabki mezgillaridagi bexastalikning oshkorlanib kelishidan qo'rqqan Xitoy doiralari Dunyo Sahiyat tashkiloti mutaxassislarining faoliyatlariga passiv pozitsiyada bo'lib keldi. Amerika Trump hukumati Xitoy texnika magnati Xiaomi'ni Xitoy armiyasiga xizmat qildi degan bahona bilan qora tizimlikka kirgizgan edi. Buningga qarata shirkat qora tizimlikdan chiqish uchun Amerikani arz qildi. Xiaomi Washington rayonlik sud mahkamasiga iltimos sunib, Amerika davlat mudofaa va moliya ministrligi ustidan arz qildi. Bu shirkat qora tizimlik qarorini qonunsiz va asosiy qonunga xilof deb tasvirladi. Xitoyning yana bir texnika shirkati Huawei ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Trump tarafidan josuslik bilan ayblangan va o'xshashli qora tizimlikka kirgizilgan. Bu qaror bilan shirkatlar qattiq jazo va embargoga duch kelmoqda.